Assalamu alaykum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'ryapsizlar. Bugungi bu programmamizda mush bir hafta jarayonida radiomizda Uyg'urlarga doir berilgan bir qism muhim xabarlarni eslatib o'tamiz. Men Erkin. Men Gulchehra. 30 avgust Amerika prezidenti Barack Obama'nın davlat xavfsizlik maslahatchisi Suzan Rice Oqsaroyda yig'in chaqirib, Xitoydagi inson haqlari masalasi bo'yicha fikr anglagan. Mazkur yig'inga taklif bilan qatnashgan vakillar ichida Washingtondagi Uyg'ur kishilik huquq qurilish tashkilotining raisi Olim Seyitov apandimi bor. U Obama taxtga chiqqandan buyongi 8 yil mobaynida Uyg'ur vakillarining Oqsaroyda fikr bayon qilish fursatiga erishgan eng yuqori darajalik sovrini bo'lib hisoblanadi. Bu haqda radiomiz ziyoratini qabul qilgan Olim Seyitov apandi Oqsaroydagi mazkur yig'inning tafsilotini vaqtincha axborotga oshkora qilmaydiganligini bildirdi. 29 avgust kuni Xitoy taratqullari xabar berib, Zhang Chunshanning Uyg'ur avtonom rayonining partkom sekretarlik vazifasidan qoldirilganligi va ayrim vazifaga tayinlanganligini ilgari surgan. Xabarda deyilishicha, Tibet avtonom rayonining partkom sekretari Chen Chuango Urumchiga yetkab kelinib, Zhang Chunshanning o'rniga Uyg'ur avtonom rayonining yangi navbatlik sekretarligiga tayinlangan. Muajiratdagi Uyg'ur kuzatuvchilardan Mehmet To'xti bilan Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi Ilshat Hasan bu vaqtda inkos qaytirib, Xitoyning Uyg'ur elida birinchi qo'l amaldorlarini almashtirishi vaziyatni o'zgartirmaydi dedi. 5-iyul vaqasidan keyin Xitoy hukumati Uyg'ur elidagi jiddiy vaziyatni o'ngshash umidida Wang Lochuanning o'rniga Zhang Chunshanni yo'tkagan edi. Halbuki kuzatuvchilar Zhang Chunshan Uyg'ur avtonom rayoniga partkom sekretari bo'lgan 6 yil mobaynida rayondagi milliy vaziyatning texmo keskinlashib ketganligini ilgari surmoqda. Moddasiz qamoq jazosiga hukm qilingan vijdon mahbusi Ilhom To'xti 2010-yili 5-oyda radiomiz ziyoratini qabul qilib, agar Uyg'urlarga qartilgan tangsiz siyosat o'zgartirilmasa, Zhang Chunshan davridimi yaxshilanish bo'lmaydi degan bishoratni bergan. 30 avgust kuni Xitoyning Qirg'izistondagi elchixonasi bomba qachilangan avtomobil hujumiga uchragan. Ma'lum bo'lishicha, salohiyati noma'lum bir kishi bomba qachilangan bir avtomobilni haydab, Bishkekdagi Xitoy elchixonasining darvozasiga ustirgan. Avtomobildagi bomba portlab, hujumchi naq maydonda o'lgan. Darvozadagi kuzatlikda turayotgan 2 nafar qirg'iz saqchi bilan bir ayol yaralangan. Vaqadan keyin Xitoy Tashqi ishlar ministerligi darhol inkos qaytirib, uni terrorlik hujumi deb ayblagan. Egallanishicha, Qirg'izistonda bu qitimli hujum gumondorlarining Uyg'ur bo'lishi mumkinligini ilgari suradigan gap so'zlarni tarqalgan. Halbuki Qirg'izistondagi Uyg'ur jamoati radiomizda inkos qaytirib, buning asossiz faraz ekanligini ta'kidladi. Xitoy taratqullarining xabar qilishicha, 28 avgust kuni 13-chi qitimliq Xotan Qashtishi madaniyat sayohati bayrami boshlangan. Shu kuni yana Xitoydagi eng chong Qashtishi savdo supsi Xotan Qashtishi savdo markazi tijorat boshlagan. Halbuki Xotan diyorida avlodma-avlod Qashtish savdosi bilan shug'ullanib kelgan Atimiras yerlik Uyg'ur tashchilar mazkur savdo markazidan chetda qoldirilmoqda ekan. Bu vaqtda radiomiz ziyoratini qabul qilgan Xotandagi yerlik Uyg'ur tashchilar o'zlarining azaldan hukumat uyushtirgan Qashtishi bayrami yoki Qashtishi savdo markazi degandek so'rovlarga qatnashib boqmaganligini, uningdan naf oladiganlarning asosligi Xitoy savdogarlar ekanligini ilgari surdi. Uyg'ur avtonom rayonining yangidan tayinlangan partkom sekretari Chen Chuango vazifasiga o'tirmayla muqimlikni buzg'unchilarga qattiq zarba berib, ularni bir holatida ujuq turishni talab qilgan. Tangirtaq to'rining xabariga qaraganda 30 avgust chaqirilgan muqimlik xizmati televiziya telefon yig'inida Chen Chuango muqimlikni saqlashdan iborat bu nuqtani har vaqt chingitib, bo'lgunchilik va terrorlikni yiltizidan quritish haqida ko'rsatma bergan. Dunyo Uyg'ur qurultayining bayonotchisi Dilshod Rashid bu haqda inkos qaytirib, yangidan vazifaga o'ltagan Xitoy sekretarining so'zlari Uyg'urlarning navbatda qanday bir vaziyatda yashayotganligini ko'rsatdi dedi. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.